Nega dobermantlarning qulog'i kesiladi va dumlari olib tashlanadi? Dobermantlar ko'plab mamlakatlarda harbiy va politsiya itlari sifatida mashhur. Bu vazifalar esa o'ta kuchli eshitish qobiliyatini talab qiladi, lekin tabiiy holda ularning quloqlari osiq bo'ladi va to'g'ri quloqlarga nisbatan ovozni ancha yomon qabul qiladi. Shu sababli kuchukchalik paytida quloqlari kesiladi va maxsus asboblar yordamida ular tikka qilib qo'yiladi. Hozirgi kunda esa oddiy xonadon egalari ham estetik sababli yoki quloq kasalliklarini oldini olish uchun shunday qiladi. Dum masalasiga kelsak, itlar uni asosan his-tuyg'uni ifoda qilish uchun ishlatadi. Lekin ishchi itlarda bu katta kamchilikka aylanishi mumkin. Chunki dushmanga ularning holatini bilib olish oson bo'ladi. Shuningdek, dumlari ish jarayonida osongina jarohatlanadi. Shuning uchun ularning dumlari ham kesib tashlanadi. Endi savol, agar sizda doberment bo'lsa, uni tabiiy quloq va dumini qoldirgan bo'larmidingiz yoki an'anaviy usulga amal qilgan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.